2026-yil avgust oyiga va sentyabr oyiga umra safariga jo'natmoqchiman. Ota-onamni, yaqinlarimni deydigan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa Hikmat Travel'da 14 kunlik umra safari narxlari qanaqa bo'lyapti deganlar videomiz oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, narxlari bo'yicha ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi. To'lov masalasi qanaqa bo'ladi, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa deydigan obunachilarimiz ham bugungi videoda Xudo xolasa savollaringga to'liq javob olishlaring mumkin bo'ladi. Videomizni boshidan like'larda bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xolasa sizlarga yangi videolarimiz birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshlaydik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun endi narxlarni, reyslarni tushuntirib berasiz aka, qayerdan bor aka? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan reyslarimiz kunlari 29-30 avgust kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan avgust oyiga reyslarimiz kunlari oyda oxirigacha deyarli har kuni bor. Aloqaga chiqaveringlar, $965 dan qilib beramiz. Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchiman deydigan obunachilarimiz uchun 1-sentyabr, 2-sentyabr, 4-5, 8-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini ham $965 qilib beramiz. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga 3-sentyabr va 10-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni ham narxini $995 qilib beramiz. Farg'onadan 5-sentyabr va 12-sentyabr kuni reyslarimiz bor. $995 qilib beramiz buni ham narxini. Bemalol aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Zo'r, gap yo'q aka. Endi naqalar qanaqa bo'ladi aka? Sizlar to'lov masalasi qanaqa? Qanday qabul qilasizlar aka? To'lovlarni xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilishsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam, ular uzoqlik qiladi deydiganlar uchun xohlasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi. Rasmiy hisob raqamlar beramiz. Bank orqali to'lov qilib, o'z joylarini bron qilsa bo'laveradi. Shu nomerga aloqaga chiqsalar yana to'liqroq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan Makka Mukarramada. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan. Xo'p, gastitsada joylashuvlari 4 kishilik va 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Ayollar alohida, erkaklar alohida joylashuvlar bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari ketilayotganda aeroportdan 50 bosh iloji boricha birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr Samsung suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q aka. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.